Bunga chidab bo'lmaydi. Mutlaqo chidab bo'lmaydi. Janob oliylar, hamma joyingiz chang. Sizga nima bo'ldi? Qolganlar qayerda qoldi? O'sha la'natiga ming la'nat. Shunday kuchli qurollarni shu chiqoqlarga ishonib o'tiribman. Janob oliylar, bu yana nimasi bo'ldi? Bo'lishi mumkin emas. Falokat ajdari-ku. Lekin qanaqasiga bir yonakuni o'ldirmaganmidi? Nahotki qayta tirilgan bo'lsa, bunday bo'lishi mumkin emas. Ha, ularda o'sha haromi bor. Davolovchi sehrdan foydalana oladigan o'sha iflos Seynning ishi bu. Shubhasiz. Lekin uni davoladi ham deylik. Ammo qanday qilib ajdarni menga qarshi jangga qo'yishi mumkin? Faqatgina kimdir uni boshqarish kerak. Iblislar to'dasimi? Ana u odam qayerda? Kim? O'sha maxluq o'rgatuvchi. Janob Luden, e'tiborsizmi? Sarenzaga jo'nab ketdi. Aftidan biror shoshilinch ishi chiqib qolgan. Onangni imkor tulka sotilibdi-de. Nimaga uni qo'yib yubording? Janob oliylar, o'zingiz unga yaxshi munosabatda bo'lishimizni aytgandingiz shunga. Janob oliylar, o'zingizni qo'lga oling. Qoqqan qoziqdek qarab tururmasdan biror tayinli reja o'ylasang bo'lmaydimi? La'natli. Tushunarli. Xo'y, qurilmani tayyorla. Qaysi qurilmani aytyapsiz? Keravnosni. Keramosmi? Tezlash. Lekin janob oliylar, bu qurol hali sinov bosqichida. Energiya sarfi juda baland, hali to'g'rilash kerak bo'lgan joylari bor. Keyin shahar ichida buni qo'llab bo'lmaydi. Itdan tarqaganlar. Ko'z oldingizdagi o'sha narsa haqiqiy ofat bo'ladi. Lekin qurilma yetkazishi mumkin bo'lgan zarar juda ham katta bo'ladi. Aytganimni qil. Bittagina o'q uzsak bo'ldi. Uni o'ldirish uchun shu ham yetarli. Agar to'g'ri nishonga ola olmasang, unda nishonga olish sehrdan foydalaninglar. Ha, aytganingizdek qilamiz. Bechora ajdar. Bu safar kunilani ko'kka sovuraman. Nishonga olinsin. Yo'nalish 11:20. O't ochish burchagi 40 daraja. Nishonga olish sehri qo'llanildi. Dono hukmdor Deridas 3-davrda yaratilgan imperiya tarixidagi eng qudratli qurol. Adolat nuri. Qaytarish! Nimadir kelyapti. Keravnosning yo'nalishi o'zgardi. Endi o'zimizga qaytib keladi. Nega bunday bo'ldi? Chunki nishonga tegish uchun sehrlangan. Nishon qayta yo'naltirilganga o'xshaydi. Kim sizlarga aytdi bunday qilsin deb? Kalla varamlar. Hammamiz tamom bo'ldik. Ha, bunga ortiq chidamayman, jonimga tegdi. O'zinglar hal qilinglar, kim buyurgan bo'lsa o'sha aybdor. Shoshma. Maslahatchi, biror nima qilmaysizmi? Buyruqni sizga berishgan axir. Sizga xizmat qilish men uchun sharaf edi. Haromilar, hammani boshing ketadi. Iltimos to'xtanglar. Bu emas, faqat bu emas. To'xtatinglar.「ないほどに何を見つけ
たくて何を掴みたくてがむしゃらに追いかけてく振り返らずにそれが戻れないしめいても起こる旋律に納得しない表か裏か見極めてやろう弱さゆえに気づいた強さを試せ叫べ何度でも未来へ覚醒するまり心と体燃えたぎった時みなぎる力が勇者を生み出せる僕ならただり続けるNever look back Negadir joylashuvni yo'qotib qo'ydi. Topishga harakat qilyapman, lekin u qandaydir qalin devor ortida yashiringan bo'lishi mumkin. Qasrda biror sehrlangan boshpanasi bordir. Lor sensei, Nimadir kelyapti. Bu safargisi oldingisiga o'xshamaydi. qaytar! Ulgurmayman. Hamma ortimga o'tsin. Sensei Nor! Qaytarish! Xudoga shukr. Sensei! Nima qilmoqchisizlar? O'zingiz biror reja o'ylab topishimni aytdingiz, janob oliylar. Haromini bo'lasi. Qirolga xiyonat qilayotganingiz uchun o'tsanmi? Lekin imperiyani boshqachasiga qutqarishning iloji yo'q. Shoshma. Kimdir yordam bersin. Yordam! Bo'ysunadigan birorta odamingiz qolmadi, hammasidan ayrildingiz. Alvido. Omadim keldi. O'sha tilla so'tli qariya-ku. Sen kim bo'lding? Uni himoya qilishga keldingmi? Yo'q. Unda hoziroq yo'limdan qoch. Nima bo'layotganini tushunmayman. O'zinglarni bosinglar. Qaytarish. Hamaki, bu yoqqa o'ting. Nimaga menga hujum qilyapsizlar? U tajribali tansoqchi ekan. Birgalikda harakat qilamiz. Meni noto'g'ri tushunyapsizlar. Hammasi oydek ravshan. Tushunadigan boshqa hech narsa yo'q. Qaytarish. Uni mamlakatimizga qilgan yovuzliklarini tasavvur ham qila olmaysan. Bu ishlar uchun hayoti bilan javob beradi. Nimalar bo'layotganidan xabarim yo'q. Lekin tushunishni ham xohlamayapman. Bu yerda hech kim tushuntirishga harakat qilayotgani yo'q. Bombami? Qariya, ehtiyot bo'l. Nega unga tajovuzkorlik qilyapsizlar? Yoshini hurmat qilsanglar bo'lmaydimi? Uni uchirib yuborgansan o'zing emasmi? Shu nuroniy odam sizlarning imperatoringlar bo'lsa, ochig'i nimaga bunday qilayotganinglarni umuman tushunmayapman. Seni buni tushunishing shart emas. Hey, to'xta! Bas qilsanglar-chi. Maqsading nima bo'lsa? Uni o'zing o'ldirmoqchimisan? Yo'q, albatta unda emas. O'zi yoshi bir joyga yetib qolgan bo'lsa, xalaqit bermasa qachondir o'ladi. Biz o'ylab o'tirishga vaqtimiz yo'q. Dushman allaqachon hududimizga bostirib kirgan. O'zlari bilan falokat ajdarini olib kelishgan. Bostirib kirdi? Shuning uchun bizni jang qilish niyatimiz yo'qligini ularga ko'rsatishimiz kerak. Agar uni boshini taqdim etmasak, mamlakatimiz tamom bo'ladi. Boshqa yo'li yo'q. Shu yerda qolinglar. Zikkoligingizni qadrlaymiz, lekin bunday qilishga endi hojat yo'q. O'lgan odam ayblarini qanday qilib yuvarkan? Kelganingga yaxshi bo'ldi, xursandman. Sensei, sizni sog' ko'rganimdan xursandman. Men ham o'zim o'ldim deb o'ylagandim, yana omadim keldi. Ular o'sha odamlari. Janob Nur, bu yerdagi muammolarni bizga qo'yib bering. Albatta, jang qilishdan ko'ra muzokara o'tkazish doim yaxshi bo'lgan. Shundoq ham ular meni eshitishmayapti. Sizdan qarzdorman. Lin, janob Nurni jarohatlarini davolab qo'ya olasanmi? Maylimi? Nor sensei. Mayli. Sizlarga omad.
Xo'sh. Oxirgi 10lik yig'ilishi uchrashuvimizga ham ancha bo'lib ketgan ekan. Shahzoda Reyn. Iltimos, qurollarni tushiring, janoblar. Bu yoqqa biz u bilan gaplashib bo'lgani kelganmiz. Iltimos, rahm qilinglar. Rahm qilaylikmi? Afv etishimizni xohlayapsizmi? Ha, sizni albatta kechiramiz. Rostmi? Unda ayni paytda mamlakatda 23 kishi bedarak yo'qolgan. 19 kishi vayrona tosh va devorlar ostida qolib ketgan. 13 ta odam esa olovda yonib jon bergan. Vayronagarchilikdan keyin jarohatlanganlar soni 38 ta. Bundan tashqari esa ko'plab odamlar shaharga qo'yib yuborgan maxluqlaringizdan so'ng mayib majruh bo'lgan, o'lib ketgan, tanib bo'lmas ahvolga kelishgan. Bundaylarning soni esa 127 ta kishi. Mamlakatimda qurbonlarning umumiy miqdori shuncha. Hali bu meni bilganlarim, bilmaganlarimcha. Nimaga menga buni aytyapsan? Boya aytganimdek, sizni kechiraman. Faqatgina bir shart bilan, xuddi shu sanab o'tilgan odamlar chekkan azobini siz boshingizdan o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Tugagandan so'ng urushni to'xtatish va kelishuvlar haqida millatlararo suhbat o'tkazmoqchiman. Taklifimga qarshilar bormi? E'tirozlar yo'q. Shoshmanglar. Bu bilan nima demoqchisizlar? Ular qatori azoblisizlarmi? Xavotirga o'rin yo'q. Xuddi shunday hisni boshingizdan o'tkazasiz, lekin tirik qolasiz. Hamma joyingiz sinib, ichingiz to'kilib qolganida ham sizni yana qaytadan oyoqqa tura oladigan qilib, to'liq davolashga so'z beraman. Unday qilmang. Agar og'riqlarga chiday olmasdan hushdan ketadigan bo'lsang, o'zim seni uyg'otib olaman. O'shanda xohlaganingcha yig'lab baqirishing mumkin. Iltimos, shafqat qiling. Siz meni noto'g'ri tushundingiz shekilli. Shundoq ham bundoq qilish bizga ham yo'qotgani yo'q. Biz shunchaki xalqimiz boshidan o'tkazgan azob uqubatlarni siz ham taningizda his qilib ko'rishingizni xohladik. Ana shu sizni kechirishimiz uchun yetarli sabab bo'la oladi. Biz shunaqa mehr shafqatli xalqmiz. Qo'shilasizmi? Rahmat. Endi o'zim ancha yaxshi his qilyapman. Arzimidi, sensei. Shularning hammasiga o'sha oltin kiyimli sababchimi? Ha, xuddi shunday. O'sha nurni urganingizdan keyin yo'nalishi o'zgarib ketdi va shaharni o'ziga qaytib keldi. Jinursa, nimalar qilib qo'ydimi? Bundan tashvishlanishingiz shart emas. Bizani himoya qilish uchun shunga majbur bo'ldingiz. To'g'ri, lekin baribir kimdir o'lgan bo'lsa-chi? Bundoq bo'lsa xavotirga o'rin yo'q. Ko'rinishda shikastlangan joylarning hammasi sehr o'choqlari bo'lsa kerak. Sehr o'choqlari? Ha, bu joyda sehr quvvati eng katta darajada to'plangan. Hatto odamlarning kirishining ham iloji yo'q. Tushunarli. Unda yaxshi. Baribir ham bundan fuqarolar aziyat chekishi aniq. Har holda bizani xalq ko'rgan azobni ko'rmadi-ku. Akajon. Xo'sh, hammasi hal bo'ldimi?